Yangilanishda qizil fragmentli do'kon yangilanadi. Yangi Exorcist event qo'shiladi. Adetta yangilanadi. Herrera 19-iyun kuni chiqariladi. Bularning hammasi 2.88 versiyada. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Undan so'ng videoga like bosib, kanalimizga obuna qo'ying. Bizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. 20 mingta bo'lishimizga kamgina qoldi. Biz boshladik. Birinchi o'rinda ko'k fragmentli do'konda yangi skin qo'shiladi. Bu Kusakaning 33-sezondagi skini. Keyingi yangilanishda qizil fragmentli do'kondan Layla, Alucard, Liu Sunsin, Kaya va Natalia skinlari olib tashlanadi. Uning o'rniga esa Darius Star skini, Chu Star skini, Argus Star skini, Cloud Star skini va Vanning oddiy skini qo'shiladi. Endilikda siz Mobile Legends'dan tashqari boshqa o'yinlarga ham donat qilishingiz mumkin. Telegramdagi Buypin bot orqali barcha o'yinlarga arzon narxlarda donat qiling. Donatingiz 5 soniyada tushadi. Ushbu botning havolasini men videoning opisiyaniyasiga qo'yib qo'yaman. Buypin orqali almazlarni eng arzon narxlarda xarid qiling. Geroylarda ham o'zgarish kuzatilmoqda. Fanny, Kalia, Suyo, Lucas, Gosen, Hayabusa, Zitian, Grok, Ling, Lilia va Fasha geroylari olib tashlanadi. Ularning o'rniga esa Belric, Hellcard, Paquito, Chu, Gnevra, Baxi, Aulus, Eve, Argus, Yen, Xavier va Melissa geroylari qo'shiladi. Aynan 3 ta geroy nimani anglatadi bilasizmi? Jujutsu Kaisen kollaboratsiyasi o'yinga qaytadi. Aynan ushbu kollaboratsiya qachon qo'shilishi hali noma'lum va o'yinga tez arada qo'shiladi. Undan tashqari Davin kollaboratsiyasi The Aspirants va Exorcist 3.0 eventi ham qo'shiladi. Aynan ushbu eventda Fovius geroyga skin chiqariladi. Bu event qachon qo'shilishi noma'lumsiz. Aynan qaysi kollaboratsiyani kutyapsiz? Kommentariyaga yozib keting. Aynan ushbu event uchun o'ldirish effekti, qayta tirilish effekti, возвращение effekti qo'shilishi aytilmoqda. Kayaning Revan varianti, Marchaning optimizatsiyalangan ko'rinishi va Adettaning yangilangan versiyasi. Yangiliklarga ko'ra, Adetta o'ltasini bosgan holatda ham yursa, o'ltasi uchib qolmas ekan. 16-iyun kuni Ling geroyi buff oladi. Ling geroyi energiya olishi 2,5 sekunddan 2 sekundga tushirildi. Oldin esa 2,5 sekund edi. Ling geroyining ikkinchi skilli ketadigan energiya soni 30 ga tushirildi. Oldin esa 35 edi. Marcel geroyining sekundiga jon to'ldirishi ko'paytirildi. Ya'ni hozirgi paytda jon to'ldirish 12.4 ta tashkil qilsa, keyingi yangilanishda esa 22.4% ga jonini ko'paytiradi. Marceldan birinchi skillga chiqadigan o'rinlar foizi ham tushirildi. Agarda bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyaga ikkinchi qismi tezroq chiqsin deb yozib qo'ying. Hammangizga rahmat. Sizlar bilan Elone bo'ldi.